Salom hammaga, sizlar bilan Broker Trade va hozirgi videomizda O'zbekistonda top traderlar foydalanadigan Fundednex Pro kompaniyasidan qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tish va bepul musobaqalarga qatnashib $5000 gacha yoki 5K Pro akkauntni bepul yutib olish haqida ko'rib chiqamiz. Va bu videomiz hech kimni mana shu prop kompaniyadan prop shot olib savdo qilishga majburlamaydi yoki forex ishlashga majburlamaydi. Bu hammaning o'ziga bog'liq. Agar kimdandir prop kompaniyalarga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, videomiz orqali bitta prop kompaniya bilan tanishib olishi mumkin. Unda biz videoni boshlaymiz. Xo'sh, ko'rib turibmiz, biz saytga kirganmiz, ya'ni Fundednex Prop kompaniyasining rasmiy saytiga. Prop kompaniyada hech qanday ilova mavjud emas. Prop Play Marketda faqatgina saytdan kirib chiqish mumkin va fake saytlarga aldanib qolmang. Ishonchli sayt linklari Telegram kanalimizda va opsiya va kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, kirganimizdan bizga ya'ni aksiya bo'layotganlar haqida ma'lumotnoma chiqib turibdi. Halloween Bogo bayrami uchun 1+1 aksiyasi. What? Agar siz prop akkaunt olayotganingizda Bogo kupon kodini kiritsangiz, sizga yana bitta prop akkaunt tekinga beriladi. Ya'ni xuddi o'sha sotib olayotganingizning ikkinchisi. Bu aksiya 1-noyabrgacha amal qilar ekan. Xo'sh, bu aksiya haqida keyinchalik Telegram gruppamizda ham tanishib o'tamiz. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi mana bu bo'lim orqali Pro firma haqida hamma ma'lumotlar keltirib o'tilgan va pastroqqa tushganimizda bizga Pro firmaning Pro akkauntlari turibdi. Bu bo'lim orqali ham keyinchalik videolar tanishamiz. Mana shu yerdan ham o'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Bizga kerak login byuro. Agar siz telefonda kirsangiz, mana bu yerda 3 ta chiziqcha turadi. O'sha bo'lim orqali tizimga kirishgan byuroni topishingiz mumkin. Xo'sh, login byuroni bosamiz. Va bizdan so'raydi, senda akkaunt bormi? Yo'q, bizda akkaunt yo'q. Shuning uchun pastroqda register degan byuroni bosamiz. Ya'ni registratsiya. Va bizdan so'ramoqda ma'lumotlarni kirit, ism, atestva, tug'ilgan kun. Xo'sh, city, shahar, country ID deganga O'zbekiston bu yerda chiqaradi. Hammasini to'ldirasiz, telefon raqam va email va kod o'ylab top. 3 ta ma'lumotga, ya'ni tanishdim degan buyruqqa o'xshagan buyruq joylashtiramiz va registr buyrug'ini bosasiz. Xo'sh, registr buyrug'i bosilgandan keyin sizga xuddi shunday oyna ochiladi. Tabriklayman, siz Fundednex Pro kompaniyasining mijoziga aylangan bo'lasiz va sizni endi qiladigan ishingiz mana bu bo'lim orqali My Profile bo'limiga kirib, parollarni o'zgartirib olishingiz mumkin yoki informatsiya, ya'ni sizni profil informatsiyangizdan kamchiliklar bo'lsa, bo'sh joylarni to'ldirib qo'yishingiz mumkin. Va sizda akkaunt ochilgan bo'ladi va shu joyda savol tug'iladi. Pasport rasm, ya'ni pasport rasm kerak emasmi? Ba'zilarda akkaunt ochilgandan so'raydi, ba'zilarda esa prop akkaunt sotib olguncha so'rashi mumkin. Ba'zida umuman so'ramaydi ham. Va mana shu bo'limlar orqali akkaunt ochiladi. Va bizga kerak bo'ladigan endi bepul musobaqalar. Mana bu yerda musobaqalar mavjud. Agar kimdir birinchi o'rinda, ya'ni prop firma qanday ishlashini ko'rmoqchi bo'lsa, mana bu yerda bepul musobaqalar ajratib qo'yilgan. Xo'sh, bizga kerak noyabr oyidagi bepul musobaqa. Bir kundan keyin boshlanadi, ya'ni bir kunda boshlangandan keyin ro'yxatdan o'tib bo'lmaydi. Hozirgi oyda qatnashish uchun o'tgan oy ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lish kerak. Xuddi mana shunday dekabr uchun bu oy ro'yxatdan o'tiladi. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi, ya'ni sovg'alarni ko'rishimiz kerak. Birinchi o'ringa $5000 va 100K. Ikkinchi o'ringa $2000 100K, uchinchi o'ringa $1000 100K. Xuddi shunday ko'rib chiqishingiz mumkin. 600-o'ringacha lotereya win chiptasi beriladi. Ya'ni 100 dan 600-o'ringa 5K lik shotni yutib olishingiz mumkin tekin joydan. Albatta qatnashing, demoda amaliyot qilib yurguncha bemalol tekinga qatnashishingiz mumkin. Xo'sh, akkaunt bo'limiga o'tamiz. Hamma ma'lumotlar to'ldirildi. Agar sizda aktiv akkaunt bo'lsa, shu bo'limdan ko'rinadi. Xo'sh, video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qolgan videolar, ya'ni prop shot sotib olish va MT5 ga ulash shu kabi videolarni Telegramdagi gruppamiz orqali topishingiz mumkin. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rayman. Video yoqqan bo'lsa bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.